Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli birodarlar. Hammalaring yaxshimisizlar, yaxshi ishlab oldilaringmi? Kech kirganiga qaramasdan ishlarimiz qizg'in davom etmoqda. Xabarlaring bor. Ko'proq yuk mashinalar kech payt yuzilyapti. Buni ayrim sabablari bor. Navbatdagi mijozimizga eksport mahsulotlarini izlash jarayonlarini tugatdik. Endi egalariga olib borib topshirib olsak, ishlarimiz besh bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, 24 ga 7 aloqadamiz. Vodiy bo'ylab qurilish, xom ashyo, mahsulotlarini istalgan turini vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Cheklanmagan miqdorda buyurtmalarni qabul qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, qadrli do'stlar, birodarlar. Izohlarda fikrlarini qoldirib, bizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishlarini iltimos qilib qolamiz. Qurilish qilayotgan yaqin birodarlaringga, yaqinlaringga jo'natib qo'ysalaring manfaatli bo'ladi. Alloh hammamizni ishlarimizga rivoj bersin, kuch-quvvat bersin. O'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.